Voh, voh, voh. Qilingan sharoitni qarang. Ana. Qancha dam olgan bo'lar bunaqa joyda? Assalomu alaykum. Eron Islom Respublikasidaman. Pastga tushib ko'rsatay. Pastga tushamiz. Yo'laylar qilinganini qarang. Qoyil. Forslar. Bu yerda ujun qildik, obedga kelganmiz. Voh. Haqiqiy milliycha o'tirish. Supada to'shaklarsiz do'stlar bilan yig'ilib pastda to'planadigan joy ekan. Past qarang. Voh. Qancha vaqt dam olarsiz-a? Shunaqa joyda 2 soat uxlasangiz, barcha charchoqlaringiz, bir oylik charchoqlaringiz chiqib ketadilar. Eronga 30 ta tadbirkor do'stlarni olib kelganman. Yana Expo ko'rgazmasi bor Eronda. Bu degani M2 komandasi yana 30 taga kengaydi. Bugun o'zim keldim bu joyga ovqatlanish uchun, bir do'stim taklif qilgan edi. Endi tajriba qilib ko'rdik, ovqatlari shirin, muhit juda ham zo'r. 2-3 kundan keyin 30 ta komandani mana shu joyga olib kelib ovqatlantiramiz. Nima deysizlar? Qalay sharoit? Qilingan sharoit qarang.